Va nihoyat men shu yerga yetib keldim. Hozir men shu yerdaman. Qanchadan kutilgan joy bilasanmi qayerdaman? Hozir men o'sha taniqli Fransiyadagi Charles de Gaulle Etoile degan joydagi arkani oldidaman. Mana shu arka. Hozir borib hammaga tushuntiraman, hamma informatsiyalarni berib, hamma informatsiyalarni sizlarga beraman, ko'rsataman, tushuntiraman. Hamma ma'lumotlarni beraman. Agar bilmagan ma'lumotlarim ichida bo'lsa, kommentariyga yozib qoldirasizlar. Hadi ketdik unda. Sarguzasht bosh tepasiga chiqib ko'ramiz. Xudo xolasa ketdik. 50 metr yerga. Kattaligini juda katta. Juda katta. Hozir mashinalar o'taveryapti. Hozir mashinalar o'taveryapti. Hozir men umuman topolmayapman qayerdan o'tishdi. Menimcha yer tagidan o'tsa kerak. O'ylashim bo'yicha yer tagidan o'tiladi. Chunki bu yerda peshobodda umuman yo'q. Mashinalar faqat aylanyapti mana. Atrofdagi mashinalar tinmasdan, to'xtamasdan aylanib yuribdi. Hozir qayerdan o'taman men? Menimcha o'ylashim bo'yicha o peshobod borda yer tagidan o'tiladi. Shu yer tagidan o'tiladi deb o'ylayman. Hozir yer tagiga o'tamiz. Hozir odamlar aks tagidan o'tyapti. Qo'shiqlar chalyapti. Ah ouais, c'est gratuit, je vois. Ne pourrait faire, c'est gratuit. Hozir biz arkaga kirdik. Mana bunday ikkita cheket berdi. Hozir 18 dan 25 yoshgacha bolalar uchun bepul ekan. Ko'rib turganingizdek. Arka, triyomf arkasi bo'ladi Fransiyada, Parij shahrida Charles de Gaulle Etoile ko'chasi. Bu yerda Tour Eiffel minorasi. Tepaga chiqib, xudo xolasa hammasini ko'rsatamiz. Hozir tepaga chiqamiz, Plompeyada chiqamiz ekan. Liftdan bor ekan, lekin Plompeyada asosiy challenge qilamiz. Plompeyada tepagacha chiqish zo'r bo'ladi xudo xolasa. Ko'rganingizdek Fransiyaning bayroqlari. Men arkani tagida o'tiribman. Xudo xolasa chiqamiz tepaga. 50 metr ekan. Mana hozir chiqyapmiz. Mana arkani tagi. Tekshiruvdan. Mana hozir men Plompeyadan chiqmoqchiman chunki sport sog'liq garobi. Mana hozir mana investitsiyadan chiqamiz ekan. Aton. Ona. Wow. Hozir investitsiyadan chiqyapman. Hozir ko'rib turganingizdek, mana pastdagi odamlarni ko'rsak bo'lar ekan tepada turib. Mana bu yerdan Sochi exitga boramiz. Mana endi hozir 2-chi etajga chiqib, 3-chi etajga chiqamiz. Tepaga tashqariga chiqib boramiz. Hozir mana terasga kiramiz. Mana tepalikka hozir terasga chiqamiz. Shuna qo'yib yana tepaga ko'tarilamiz. Qani hozir eng tepasiga postiga chiqamiz. Hozir postiga defons arkalari binolari. Inshaalloh. Quyosh juda chiroyli chiqyapti.
bulutli, quyoshli kun. Hozir mana Arkani tepasiga chiqdik. Endi mana ko'rinishni qaranglar. Juda chiroyli ko'rinish, atrof. Juda chiroyli manzara. Soat ertalabda keldik. Juda chiroyli. Manzara ko'rsanglar ilhom keladi. Boshqacha vibe, atmosferasi. Juda chiroyli. Kelinglar, hozir men Parijdaman. Arc de Triomphe tepasida. Endi hozir Eiffel minorasini ko'rsataman. Bu yerda hamma ko'cha ko'rinadi. Bu yerda hamma shahar ko'chalari bor. Juda ko'p kvartalga bo'lingan. Keyin agar bilsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu yerda eng chiroyli manzara Eiffel minorasiga, eng chiroyli manzara shu yerdan bo'ladi. Endi hozir ketdik. Bu tomonga. Hozir biz turgan joyimiz Arkani tepasidamiz. 50 metr tepalikda, bu yerdan 50 metr. Bu yerda yana Champs-Élysées, bu yerda hozir Champs-Élysées ko'chasi. Champs-Élysées ko'chasi. Biz hozir oshnam bilan yuribmiz. Endi bu yerda Défense'ga boramiz, ketdik. Hozir endi bu ko'rinish ko'cha Paris Saint-Germain stadion degan Défense. Mana shu tomonda Fransiyada Parijdagi eng katta binolar. Biz hozir turgan joyimiz Parijda yuragi. Bu yerda Défense arkalari. Défense arkalari katta binolar shu yerda joylashgan. Bu yoqqa ham bu yerga xudo xolasa bir kun boraman. Bu yer Parijning biznes sentriga kiradi. La Défense deb ataladi. Juda chiroyli. Juda chiroyli joylar. Hozir endi bo'ldi, tugatamiz. Bu mana odamlar bor, tepalikda hamma yo'q bo'ldi. Xayr, omon bo'lasizlar. Sacré-Cœur bu masjid hisoblanadi. Sacré-Cœur bu ham juda balandlikda joylashgan. Bir kun borib, sizlarga video qilib ko'rsatib jo'nataman. Bolai Muttovoy aylanib Arkani tagidagi mana bu yerda Arkani tagidagi odamlarni ko'rsa bo'lar ekan. Biz hozir Arkani tepasidamiz, hozir pastda turganlar shu yerda kuzatsa bo'lar ekan. Shu. O'zini magazini bor ekan, kirib ko'ramiz. Triumfalni Arkani ichida suvenirlar bor ekan. Hozir kirib ko'rsataman. Qani ketdik. Intel qora deb qo'ygan. Feminorasi tushgan ekan. Tepadan olingan rasmi.
ya. Bas. Svappo. Bu arka bitta turga bo'lingan bunaqa haykallari bilan yer Napoleonni yaxshiroq tushunib olish uchun skulptura ishni o'zlariga o'zlarini haykali bu yerda o'zini generali uchun haykal qurgan. Bu yerda mana o'lgan askarlarni ismlari turadi, u chekada yozilgan hammasi. Keyin shunaqa bo'lib bu keyin shu bunaqa bo'lib qolgan. Arxitektura bo'lib turgan. Qon bo'lsa qo'limdan kelgancha video oldim. Mana Arc de Triomphe ko'rsatib bordim. Video yoqqan bo'lsa like bosasizlar, obuna bo'lasizlar. Hammaga rahmat. Kommentariyaga bilmagan mavzularimni qoldirib ketgan bo'lsam, xatolar qilgan bo'lsam kommentariyaga yozib qoldirishinglar mumkin. Hammaga omad, rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Va yana mana ko'rib turganingizdek yana bitta qismi Parijda umuman boshqacha o'zgarib turadi. Bu yer biznes sentri bo'ladi Parijda. Bu ham yangi arkalardan 35 yil oldin qurilgan.